Assalomu alaykum Dilshod Moto'ning aziz podpischiklari, aziz yurtdoshlar. Mana Dilshod Moto do'konimizga hozir yana bir zo'r yangilik keldi. Ko'rsatib obzor qilib beraman. Xizmatimiz yoqsa like va podpiskani banglatib bosinglar. Qani ketdik. Aziz yurtdoshlar, mana elektromobillarimiz keldi. Ko'pchilik talab istaklarga binoan zakazda bo'lgandi. 3 xil rangda, 4 xil rangda bor. Oq, qora, qizil va maloshni svet bor. Hozircha mana oq qorasini taxlab chiqarishdi bo'ldi. Xarakteristikasini ko'rsatib berib tushuntirib o'taman. Xizmatimiz yoqsa like va qo'ng'iroqchani bosinglar, podpiskani ham banglatib bosib ketinglar. Bu modelimiz oldingidan ancha farq qiladi. Bitta oldinga olamiz, hozir buni yuritamiz. Obzor qilishga qulayroq bo'lsin. Xo'sh, kalitlarni yoqib qo'yamiz. Farasi ham yoqiq. Ana endi boshlaymiz. Qani ketdik. Xo'sh, o'rtoqlar, bu elektromobilimiz oldingilarga nisbatan uzunroq. 30 sm uzun bo'ldi yana. Oldingilar kalta edi, mana bu yoqdan edi, mana. Mana shu yergacha edi. Hozir bu ana qancha uzaygan, ko'ryapsizlarmi? Balonlari o'sha. Lekin tormozlari jitkis tormoz qo'yilgan hozir. Polni hammasiga jitkisli tormoz qo'yilgan. Oldi amortizatorlardan ko'rsataman, ishlashini ko'rasizlar. Va shu mexki mashin bo'lgan. Kapot ochamiz. Mana shu spravka muammomas dokument beriladi. Mana birkasi bor. Mana amortizatorlarni ko'ryapsizlar, mashinaning amortizatordan qo'yilgan. Ruloy kolonkasi. Mexki. Posilishi. Kapotchasi. Xo'sh. Miya motori 1800, mana ko'rishingiz mumkin. Ko'ryapsizmi? Mana motori miyasi 1800. Xo'sh. Tormozlar jitkis tormozlik. Mana bu zaryadga qo'yadigan joyi orqada. Orqa farachalarni ko'ryapsizlar? Qanaqa yonadi? Xo'sh, oldingidan ko'rinish ancha boshqacha, o'zgargan ham. Sababi ko'rinishiga e'tibor qaratdik va eshiklari shumka bo'lgan. Tayyor. Mana. Bak oynalari. Keyin mana bunaqa bagajlik bunaqa ham qo'yilgan, mana luki bor. Ana endi ichini ko'rsatamiz. Akkumulyatori pastda turibdi, 6 dona 68 amperlik qo'yilgan. Remellarigacha bor, mana ko'rasizlar. Passajirda ham bor, shofyorda ham bor, hammasida bor. Ikkita oldinga sig'adi bemalol, ikkita orqaga odam sig'adi, mana ko'rishingiz mumkin. Va luki, mana lukida ventilyator, salon svetlar, mana ventilyator bor, ko'rishingiz mumkin. Rollarni ko'rsataman hozir. Rollar va inomarka qilingan mana. Va tablolari zadni kameralargacha bor. Mana zadni kamera ham ko'rsatadi, o'rtoqlar. Xo'sh, pechkasi bor. Oyoqqa ham pastdan beradi, tepadan bu yoqqa ham beradi. Deflektorlar qo'yilgan mana. Deflektorlar ajoyib qilingan. Xo'sh, mana bu yoqda muzika ham o'qiydi, mana USB ana flashga tiqsa bo'ladi, Bluetooth ishlasa bo'ladi. Signallari ham chotki ko'rishingiz mumkin. Va chotki inomarka qilingan bu. Mana bu eshiklari, mana bu oyna ko'tarib tushadigan, ushlaydigan, ochadigani. Mana. Shum yo'q. Va shu chotki qilib taxlangan. Hozir zaryadkasi to'la turibdi. Avariyankani o'chiramiz, svetni ham o'chiramiz, mana. Danni bilish bo'lyapti, ko'ryapsizlarmi? Xo'sh. Oldingidan uzun qilingancha. Akkumulyator 6 dona 68 amper, miya motor 1800. Bitta zaryad bilan hozirda 50-60 ta yuradi. Yozda xudo xolasa 100 kilometrgacha probeg beradi. Oq rangi mana bu. Niyabishli ranglar, qora, oq.
Bizda endi ko'pchilik talab hozir oq bilan qoraga bo'lyapti. O'shaning uchun ko'proq oq bilan qora chiqaryapti. Qizil rang bor, keyin молочный svet bor. Uni talabga qarab chiqarib beramiz. Dilshod moto do'konimizga kelaverasizlar. Xo'sh, yana nimasini ko'rsatamiz, ha? Mana bunaqa podkrelnik deydimi, nima deydi buni? Tushunganlar bo'lsa aytib yuborsin. Mana zashta zanglamaslik uchun mana qilib qo'yilgan, xuddi mashinada ham bor-ku. Balonni bu yoqqa shunaqa qo'yilgan, bunga ham xuddi shunaqa o'zgartirish qilingan. Hammasida bor, ana oldida ham bor. Mana shu mashina yurishi lehki. Mana oldim uzunligidan ham o'zi ma'lum. Hozircha yangiligimiz mana shu, xudo xolasa yana yangiliklar qilyapmiz. Kelaverasizlar Dilshod motoga. Hamma yangiligimiz bor. Inshaalloh vitrina to'la, любой narsa bor, kelaverasizlar. Muhimi olish kerak, minish kerak, tamom. Ha, ana endi narxini aytamiz. Narxi 28,5 million so'm kelishtirib beriladi, o'rtoqlar. Sifati bo'yicha ham, boshqa narsa bo'yicha ham zo'r qilingan. Orqalarini ham ko'rsatdim. Orqalari ham zo'r, buni ko'rishingiz mumkin. Oldingilardan ancha farq qiladi. Gabarit bo'yicha, uzunlik bo'yicha eshiklarni yopilishiga mazza qildim lekin men. Chunki shumka bo'lgan bu. Mana. Qo'lni 4 ta eshigi ham shumka bo'lgan. Mana orqasi, mana bu zaryadniki mana 72 volt 68 amper. Mana bu yog'i. Buni qilsa mana bu yerda miya motori turibdi. Miya motori turibdi bu yerda. Mana miyasi. Motori pastda. Ko'rishingiz mumkin, jidkis tormoz. Amortizatorlar ham qo'yilgan. Cho'tki qilib taxlangan o'rtoqlar. Zaryadniki. Mana bir remendan orqasiga ekan mana. Remenga maza qilaman, shu mashinaga ham remen qo'ydirdik. Narxi 28,5 million so'mgina. Kelaverasizlar Dilshod motoga, narxlarni kelishtirib beramiz. Xudo xolasa yana yangiliklarimiz bor, kutib qolinglar. Dilshod motoda yangilik har doim avjida. Kelaverasizlar. Sizlar bilan yana men Dilshod bo'ldim. Hammaning ishiga omad, cho'ntagiga daromad. Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz tan-jonlar sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Yurtimizga eson-omon kelib olsinlar. Yangilar yaxshi kutib olinglar. Hammani yangi yil bayramimiz bilan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.